Usta bo'lish oson emas akalar, to'g'rimi? Lekin bu kasb rostdan zo'rda. Qilayotgan ishinglarni ko'rib, odamlarning uyida quvonch bo'lishini bilsanglar, boshqa gap kerak emas-da. Har bir plitka, har bir devor bizdan yodgorlik. Farqi yo'q. U malyarmi, elektrikmi, santexnikmi, kafelchimi, quruvchimi, suvoqchimi, qilayotgan ishi o'zidan yodgorlik. Bugun xalqaro ustalar hamma ustalarga o'zini tabriklab. Bu videoni akalar ustalarga jo'natib qo'yamiz. Videoni ko'rib ustaligidan faxrlansa, ishiga bo'lgan ishtiyoqi yana ham oshsin. Istoriya qo'yib yuborsanglar ham bo'ladi. Bilaman u. Sizlarning ustalarga